Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz, obunachilarimiz. Hozir ofisda o'tirsam bir akamiz kirib keldi. Akamiz vrach ekan. O'zi anaqa endi rostdan men tushunmayman. Hozir akamiz bilan bir shunaqa holatlarda to'xtay, bir yo'li efirda gaplashaylik, suhbat qilaylik shu narsani deb hozir akamizga kamerani darrov unnatib turib, menga aytyapti, zarba yo'li bilan davolash usulini mana shunaqa sizni kuzatdim. Tabiblarni olib chiqyapsiz. Bizni o'zimizni Qo'rg'ontepada shunaqa banisa yurgan insonlar bo'lsa, banisa qilmasin. O'zimizda ham anaqa yo'llar bor. Yengil yo'llari bor deb akamiz tushuntiryapti. Shu holat bo'yicha bir qator akamiz bilan suhbat. Aka o'zingizni tanishtirib o'tsangiz bir qator. Men vrach Abdurashid Sobirov, o'zimizni mana shu Qo'rg'ontepa rayonining Yangi Mirodolda pastki Turkiyada yashaymiz. Faoliyatimiz davomida ko'pchilik xursand bo'lishyapti. Bu sohaga men kirib kelishimdan asosiy sabab bo'lgani 35 yil 40 yil davomida menda bel og'rig'i bezovta qilgan. Vrach bo'lishimga qaramasdan ekstrasenslarga ham borib kelib yurganman. Oxiridan keyin internetdan Yuriy Repin degan odamni bir 15-20 yillik staj bilan mana shu ishni juda ham muvaffaqiyatli qilayotganini ko'rib, shuni o'rganishga qaror qildim va ulardan shu narsalarni o'rganib keldim mana. Hozirda mana 4-5 yildan beri YouTube kanalimda bir 70 taga yaqin qilgan ishlarimda roliklarim chiqqan. Masalan, biz 1,5-2 yashardan boshlab yuradigan bo'lsak, albatta umurtqa pog'onalariga давление anaqa og'irlik bilinadi. Ikkita pardonlar orasida disk bo'lganligi uchun ular ezishni boshlaydi. Bizdagi zarbalar shunaqa darajada katta bo'ladimi, kichkina bo'ladimi, juda mikronlar bilan o'lchanishi mumkin bo'lgan ozgina oraliq ochiladi. Mana o'zimizni ko'chalardagi probkalarni hisobini oladigan bo'lsak, birov больницаga yeta olmaydi, birov ishini bitkazib olmaydi. Bu yerda ham sentral nerv sistemadan kelayotgan nervlar signallar yetib bormaydi, ozuqa yetib bormaydi. Qarabsizki, shu yetishmovchiliklar orqasidan bir xil odamlar grija ishlaydi yoki beli og'rib, itaklari ketaveradi. Shuni oralarini ochib, past-balandlarini tekizlab, hattoki grijalarni yana qachib ketishligini ta'minlovchi zaryadkalarni qo'shimcha qilib beryapman. Juda ko'p odamlar xursand bo'lyapti. Ko'proq menga kelayotganlar Farg'ona vodiysi xolos. Endi Xorazmdan, Noil, Buxorolardan kelishdi, ular sanoqli. Bunaqa ko'p odamlarimiz yo'q kelganlar, lekin juda ko'pchilik Telegram kanalimga ham rahmatnomalar boshqalar nima qilishyapti. Bu yerda bitta narsani unutmaslik kerak. Bizda hozir hamma sohada oqaratkasini boshqami biznes, pul topish kerak. Demak, $1000 haliga lapalashka orqali grijani olib tashlaymiz deydi. Yoki $2000 operatsiya qilib olib tashlaymiz deydi. Hattoki shunaqa operatsiyadan keyingi holatdan ayniqsa namanganliklar kelishdi. 2 martadan operatsiya bo'lgan, nima qolgan ana shu bo'yicha, pardonlar chiqilgan bo'yicha. Bu grijani o'zini olib qo'ygan xolos. Og'rigani bor deyishdi, men aka ularni orasini ochgan degan, og'rib qoldi, ular ham xursand ketishdi. Demoqchi bo'lganim bu zarba degan bir yo'l qo'rqinchli narsa emas. Yengil, hammani o'ziga xos kuchi bilan zarba beriladi. Orasi ochilgandan keyin nimadan turmasdan turib, bizni kuchayotganimizdan turmasdan turib, ko'proq oyoqda orqa tarafga songa beradi to'g'ri. O'shalar sirasi qoladi. Qolgan paytlarda testlar bilan men nimalar silab olaman, kimga qanaqa yordam kerak, fiziologiya kerakmi, boshqa kerakmi, hattoki bosh og'riqlari, yelka, qo'llar yuyishlar, hammasi bo'yinga qarab turgan bo'lsa, shular oralari ochilib, o'rtaga olib kelingandan keyin qiyshayishlar bo'ladi, skalyoz degan. Hamma yo'q joy-joyida ketaveradi. Operatsiyaga umuman shoshilish kerak emas. Chunki operatsiya qilingandan keyin o'sha celostnost butunlik buziladi. Ozgina vaqt kutiladi boshqa. Lekin juda ko'p mana hozir bitta sinimiz ham shuni aytyapti. O'tirma degan, turma degan. Yo'q, bekarga. Alloh taolo bergan ne'matni o'tirish kerak, turish kerak, ibodat qilish kerak. Hammasini qilishimiz kerak. Faqatgina o'zining yo'li bor. Hozir sizlarda doktor gapingizni oldim, uzr me'mor. Asosiy qanaqa kasalliklar bo'yicha sizga murojaat qilsa bo'ladi? Asosan umurtqa pog'onasida o'zgarish kelib chiqarishi grija bo'lishi mumkin. Disgrija. Grijadan oldingi holat protruzia deyiladi yoki o'tkazib yuborgan holatlar bo'ladigan bo'lsa skalyoz bo'ladi. Bitta liniyada o'tirmaydi pardonok, sal u yoqqa ketgan. Haligi o'rtasiga vasmyorga o'xshatib ana har xil yurishlar nihoyatda qiyinchilik bo'ladi. Lekin hech qancha aytishmaydi. Shu bu kasallikni davolasa bo'ladi, grija o'zi so'riladi. Yo'q, grija so'rilib ketadi. Faqatgina unga sharoit berish kerak xolos. Bu sharoitda biznes qilayotgan odamlar tapir-tupir kasalni haqini olib chiqaveryapti, profilaktikasi bo'yicha hech qanday ish qilishmaydi. Men shuni dakansa qilib ketyapman. Xo'p, doktor yana bir narsa so'ramoqchi edim. Hozir men muxlislarimizga shuni biz oydin qilib kirsak, kiritganimizdan keyin sizlarda hozir borib turib ko'rasiz, agar haqiqatan davolansa to'lov qilinadi, bo'lmasa to'lov qilinmaydi. Yo'q, bizga juda ham uncha men garantiya bermayman. Yaratalar testdan chiqdi, albatta tomogramma bo'lsa yaxshi. Tomogramma posloyni millimetrga qirqib olinadi undan. Bu yerda grija bormi, yo'qmi, pardonlar u yoqqa bu yoqqa jilgan, past balandmi, hammasini ko'rgandan keyin men oralarni qayerga ishlov berish kerak. Ajabmi? Kuchayotgandan turmasdan turib o'sha o'zgarish sezadi. Xudo xolasa. Endi o'sha shifo Allohdan. Hozir bu bilmay qilayotganlar, masalan, Jalaqudada ko'p eshityapman, bordik 4 kun 5 kun yoki hech narsa o'zgarish bo'lmadi deb kelishadi. Menda 10 minut, 8-10 minut ichida men hammasini bitta tartibga solib qo'yaman. Keyin qolgan yarim soatlik ishlarim faqat profilaktikasi yo'nalish. Mana обязательно qilasan shular deyman. Xursand bo'lib yurishni maza qilishyapti. Doktor, yana bitta asosiy masala. Hozir hamma joyda asosiy qiziqarli joyi puli.
Sizlarda summasi qanaqa bo'ladi, necha pul bo'ladi? Xo'p, bizda bitta seansi men 3 minut ishlayman, 5 minut ishlayman, 350 ming so'm. Bitta seansi. Menda juda ko'pchilik haligi dальнейший qiynalmaslik uchun yo'nalish berib qo'yganligim uchun bittasi yetarli bo'lib qolyapti. 2 marta, 3 marta kelishi mumkin bo'lganlar faqat qiyshaytirgan skoliozdan kelishyapti. Zaten ko'pchilikka bitta seans yetarli bo'lyapti. Jizzaxlik bitta hamkasbimiz bor. U 3 yildan beri 500 dan qilyapti. Nimalik tashkillik 600 qilyapti. Endi rossiyaliklar 1 milliondan oshira qilishadi. 1 oy o'tiribda keladi navbati. Bizda har doim mana adresimizni aytadigan bo'lsak, mana shu Navoiy eski Navoiy anaqa jamoat xo'jaligi o'ramida yangi Mirod ro'parasida Spleraman yo'lda desa hamma bilishadi. Har doim uydaman, kabinetim uyda. Hattoki menga ishda 7 da bo'shayman desa 8 da ham kelar deyman. Nimaga yordam ko'rsatish kerak? Hamma xursand. Endi nima deydi? Qiziquvchilar bo'lsa, hali ham yozyaptimi? Ha, yozyapti. Qiziquvchilar bo'lsa, haqiqatan ham nimadan qo'rqishsa, operatsiyadan boshqadan, lekin ko'p pul oladi. Uniga shu bilan kifoyalansa bo'ladi deydiganlar bo'ladigan bo'lsa, kelishadi, biz yaqindan yordam beramiz. Rahmat barchaga. Kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa, agar shu insonni qiziqsanglar, haqiqatan shu bormi yo'qmi, bir qator aniqlik biz o'zimiz borganimiz yo'q, tekshirganimiz yo'q. Haqiqatan shuni tekshirib bizga aniqlik kiritib beringlar desanglar, kommentariyaga yozinglar. Biz boramiz, haqiqatan davolangan odamlar, yo bo'lmasa shunaqa davolanmoqchi bo'lgan odamlar kelsanglar, birga tushamiz, akani oldiga tushib turib, birga ko'ramiz, birga syomka qilamiz shu narsani, syomka qilib turib, haqiqatdan og'riq qoladigan bo'lsa, biz ommaga shunaqa haqiqatdan bor ekan yo yo'q ekan deb yetkazib chiqamiz. Bu insonni hayoti bilan o'ynash bo'lmaydi. Bu insonni hayoti. Bu sizga hozir aytib o'tgan reklama emas. Bu haqiqatdan biz akamizdan 5 so'm miqdor bo'libmiz. Yo bo'lmasa biz bu narsada nimanidir manfaat ko'zlamayapmiz. Avvalo xalqimizga, yurtdoshlarimizga qo'limizdan kelgancha shunaqa qiynalib yurgan insonlarga maqsadimiz yordam berish. Barchalarga rahmat. Kuzatishda davom etinglar. Kommentariyalarimiz ochiq, savol-javob bo'lsa aytaverasizlar.